Bu tarafda Xonobod degan joy bor. O'sha yerda bir onaxonimiz o'tdilar, Alloh rahmat aylasin. 83 yoshda o'tdilar, bir hoji ona. 20 ta farzand tug'ibdilar. 15 o'g'il, 5 qiz. O'g'illar aytayapti. Biz farzandlarnikida ehsonda bo'lganimizda o'zlari aytdi. Domlajon, biz 20 ta farzandmiz. 15 o'g'il, 5 qiz. Hammamiz hayot. Bitta otadan va bitta onadan. 83 yoshda hoji onam o'tdilar. O'lganlaricha tika turib namoz o'qidilar. Onajon, siz o'tirib o'qivering deb stul qo'yib bersak yo'q der ekanlar. Tegmalaring menga. O'zimni xonimga qo'yinglar. Stulga tirmashib bir amallab tika turib vafotlarigacha namoz o'qidilar. 20 ta tug'ib qaddi bukilmagan ona endi bu 20 ta farzand tuqqan ona o'zi uchun yashamaganda shu onalar.